Tashabbusli byudjet jarayonining o'zida shu aholini qiynab kelayotgan muammolar yechildi. Ko'chalarga taksilarni olib borib tashlang desak, yo'q deyardi. Nimagaki mashinasi kir bo'lardi. Mana hozir Allohga shukr, yo'llarimiz hammasi yaxshi. Davlatimiz rahbariga rahmat. 80 ga yaqin xonadonda issiqxonalar barpo etildi. Birinchisiga qalampirni ekdik, yaxshi bo'ldi. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi bu mahalla tizimiga berilgan bu katta e'tibor birinchidan, ikkinchidan katta mas'uliyat ham talab qiladi. Qo'shqayron mahallasi Rishton tumanidagi qo'shni Qirg'iziston bilan chegara hududda joylashgan. Mahalla ahlining birdamligi, hamjihatlik tufayli tashabbusli byudjet loyihasida bir necha marotaba g'oliblik qo'lga kiritildi. Elektr ta'minoti yaxshilandi, ichki yo'llar to'liq asfalt qilindi. Tashabbusli byudjet jarayonining o'zida mahallani o'sha aholini qiynab kelayotgan muammolar yechildi. Mahallamizga 2220 ta stalba kirib keldi, 5 ta yangi transformator qo'yildi, 5 kilometrga yaqin sip kabellar almashildi. 9480 metr ichki yo'llarimiz asfalt bo'ldi. Bu degani asfalt bo'lmagan joy qolmadi. Hamma ko'chalar loyidi, o'tishga sharoit yo'q edi. Bizning ko'chalarga taksilarni olib borib tashlang desak, yo'q deyardi. Nimagaki mashinasi kir bo'lardi. Yo'llaring yomon deyardi. Mana hozir Allohga shukr, yo'llarimiz hammasi yaxshi bo'ldi. Oraliq yo'llarni ham asfaltlashtirishdi. Davlatimiz rahbariga rahmat. Shuningdek, mahalla hududidagi 11-umumiy o'rta ta'lim maktabi uchun qo'shimcha o'quv binosi, faollar zali qurib bitkazildi. Mahalla kutubxonasi tashkil etilib, mingdan ziyod o'zbek va jahon adabiyotining eng durdona asarlari bilan boyitildi. Kutubxona tashkil bo'ldi mahallamizda. Men juda ham xursand bo'ldim. Nimagaki kitob o'qigan odam doimo xato qilmaydi, kelajagi porloq bo'ladi, bilimi ziyoda bo'ladi. Kelajakda mana shu ma'naviyat ziyo markazimizda maqsadimiz mana shu mahallada yo IT xizmatlari yoki yoshlarga til o'rgatish markazini barpo etish niyatidamiz. Qo'shqayronliklar bog'dorchilik, xususan qandak o'rik yetishtirishda Rishton tumanidagi yetakchi mirishkorlardan. Bugungi kunda mahalla aholisi tasarrufida 350 gektar mevali bog'lar bor. 5 ta tik quduq chiqarilib, foydalanishga topshirilishi natijasida aholini uzoq yillar qiynab kelgan yana bir masala yechim topdi. 60 ga yaqin xonadon tomorqasida issiqxonalar bunyod etilib, pomidor, bodring, qalampir, limon yetishtirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu boradagi ishlar ko'lamini yanada oshirish maqsadida joriy yilda 60 ta mikro loyiha ishlab chiqildi. Aholidan endi shu tomorqadan samarali foydalanish yo'llarini, tomchilab sug'orishni, boshqa yo'llarni o'rgatib, 80 ga yaqin xonadonda issiqxonalar barpo etildi. Eski qarovsiz bog'ni tekislab, toshlarni terib, birinchisiga qalampirni ekdik, yaxshi bo'ldi. Endi pomidor ekdik. Eksport bob alamina sortidan 10 ming top ko'chat ekdik. Kengaytirish uchun 170 million kredit oldik. Imtiyozli kredit qilib berishdi. Qarindoshimiz Rossiyada edi. Chaqirib olib, billalashib qildik, bitirdik. Yana bir e'tiborli jihat, hududda Qo'shqayron mahalla servis kompaniyasi mas'uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilib, chilangarlik, santexnika, tomorqa va bog' yerlariga traktorda ishlov berish, payvandlash, ta'mirlash va obodonlashtirish xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. Hozirgi kunda mana shu mahallada 8 nafar doimiy, 6 nafar mavsumiy ish bilan fuqarolarimiz band bo'ldi. 28 xil xizmat turlari joriy etildi. Davlatimiz rahbari tomonidan ko'rsatilayotgan e'tibor va rag'bat tufayli mahallada zamonaviy mini market, sartaroshxona, umumiy ovqatlanish shoxobchasi kabi xizmat ko'rsatish va servis tarmoqlari ko'payib borishiga erishilmoqda. Sartaroshxonalar bor, mana bog'chamizni qaytadan ta'mirlashdi. Mana endi ishga tushadi Xudo xohlasa. Buning hammasi tinchlikda sharofati. Biz prezidentimizdan xursandmiz. Mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishi bu mahalla tizimiga berilgan bu katta e'tibor birinchidan, ikkinchidan katta mas'uliyat ham talab qiladi. Shu mahallada har bir fuqaroni rozi qilish, har bir fuqaroning dardi bilan yashash, undan tashqari mahallaning infratuzilmasi, undan tashqari mana shu o'zimizda mahalliy byudjetdan qoldiriladigan 10% soliq tushumlarini mahallani o'zida qoldirib, o'sha mahallada qiynab kelayotgan muammolarni bartaraf qilinishi o'zi bu katta bitta yutuq deb hisoblayman.
Bugungi kunda mahalladagi 736 oilada 2200 nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Xavfsiz muhitni shakllantirish uchun ichki ko'chalar kesimida 25 ta kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Istiqbolda esa mahallani yanada obod, kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirishdek ezgu maqsadlar bor.